Assalomu alaykum. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega kompaniyamizda intizom va javobgarlik tizimi joriy etilgan? Bu tizim xodimlar uchun qo'rqinchli jazolar tizimi emas, aksincha jamoaviy tartibni saqlash hamda hammamiz mas'uliyatli bo'lishimiz uchun yaratilgan. Ishga o'z vaqtida kelish, vazifalarni vijdonan bajarish kompaniyamizning muvaffaqiyatining garovidir. Agar qoidalar bo'lmasa, kimdir ishga kechikib kelsa yoki majburiyatlarni bajarmasa, natijada jamoaning ishlash sifati pasayadi. Shu bois mehnat intizomi qoidalari va javobgarlik choralari tartibni ushlash, halol mehnat muhitini yaratish uchun joriy qilingan. Endi sizda savol tug'iladi. Xizmat majburiyatini buzish deganda nima tushuniladi? Oddiy qilib aytganda, bu xodimning o'z xizmat vazifalarini va belgilangan tartib qoidalariga amal qilmasligi. Masalan, ishga kechikib kelish yoki kelmaslik, rahbariyat ruxsatsiz ish joyini tark etish, Face ID turniketidan noto'g'ri foydalanish yoki ish vaqtida o'zining shaxsiy ishlariga chalg'ish. Bunday holatlarning barchasi kompaniya mehnat intizomiga putur yetkazadi. Ushbu holatlarga duch kelmasligingiz uchun shu videodan so'ng belgilangan qoidabuzarliklar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Kompaniyamizda xizmat majburiyatlarini buzganlik uchun javobgarlik mavjud. Mehnat intizomini buzish holatlarida, ayniqsa jiddiy yoki takroriy qoidabuzarlik bo'lsa, kompaniya qonun doirasida intizomiy chora qo'llashi mumkin. Bularga hayfsan, rasmiy ogohlantirish xati, jarima, oylik maoshining muayyan foizidan ushlab qolish yoki eng og'ir hollarda mehnat shartnomasini bekor qilish, ishni davom ettirish imkonsiz bo'lsa, ishdan bo'shatish kiradi. Kompaniyada ishga kechikib kelganligi uchun maxsus jarima tizimi bor. Buni ba'zan KPI yoki bonusdan ushlab qolish deyishadi. Sababi vaqtida ishga kelmaslik hamkasblarga va ishdagi natijalarga ta'sir ko'rsatadi. Face ID tizimi orqali bizning turniketlarimiz xodimning qachon kelib ketishini qayd etib boradi. Agar siz ishga kech qolsangiz, tizim buni avtomatik ravishda belgilaydi va Inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish departamenti bunga e'tibor qaratadi. Kompaniyada mehnat intizomini mustahkamlash hamda ish samaradorligini oshirish maqsadida xodimlarning kechikishlarini hisobga olish uchun kechikish vaqti va kechikishlar soni takrorlanishiga asoslangan gibrid tizimi joriy etilgan. Oy davomida jami kechikishlar vaqti va davomiyligiga qarab, oylik ish haqining qo'shimcha qismiga quyidagicha progressiv jarima foizi qo'llaniladi. Endi siz bilan xodimning intizomiy javobgarlik tarafini ko'rib chiqamiz. Mehnat kodeksi va ichki mehnat tartibi qoidalari asosiga ko'ra, oldin xodimga intizomiy jazo qo'llashdan oldin undan tushuntirish xatini olib olish kerak. Ya'ni, agar siz qoidani buzgan bo'lsangiz, sizdan nima uchun bunday bo'ldi deb yozma izoh so'rashadi. Bu sizning o'z pozitsiyangizni tushuntirib berish imkoniyatini beradi. Jiddiy sabab bordir. Siz buni tushuntirish xatingizda bayon etishingiz mumkin. Shuni bilingki, agar siz tushuntirish xati yozishdan bosh tortsangiz, sizga intizomiy jazo qo'llash jarayoni to'xtamaydi. Bunday paytda 2 nafar guvoh ishtirokida dalolatnoma tuziladi. Keyin esa intizomiy jazo qo'llash masalasi ko'rib chiqiladi. Rahbariyat holatni o'rganib, qanday jazo qo'llash haqida qaror qiladi. Bu qarorda qo'pol qoidabuzarlikmi yoki yengilmi? Sizning oldingi intizomingiz qanday? Avval jazolanganmisiz, yo'qmi? Hammasi e'tiborga olinadi. Biz yuqorida intizomiy jazoning qanday turlari mavjud ekanligi to'g'risida aytib o'tdik. Eng yengili bu hayfsan, ya'ni ogohlantirish. Keyingisi jarima. Bu mehnat kodeksiga ko'ra maoshingizning belgilangan qismidan ushlab qolish shaklida bo'ladi. E'tibor bering. Jarima intizomiy jazo turi odatda jiddiyroq qoidabuzarliklarga nisbatan qo'llaniladi. Intizomiy jazo turining eng og'iri bu mehnat shartnomasini bekor qilish, ya'ni sizni ishdan bo'shatish. Mazkur jazo
faqat zarur hollarda, qoidabuzarlik juda og'ir bo'lsa yoki xodim takror mehnat intizomini buzgan hollarda qo'llaniladi. Intizomiy jazo berishda bitta qoida bor. Bir qoidabuzarlikka faqat bitta jazo qo'llash mumkin. Masalan, bir huquqbuzarlik uchun sizga hayfsan berilgan bo'lsa, boshqa intizomiy jazo qo'llanilmaydi. Sizga intizomiy jazo tayinlanganda kompaniya buyrug'i bilan rasmiylashtiriladi va sizga tanishtiriladi. Buyruqda qanday intizomiy chora belgilanganligi to'g'risida yoziladi. Siz buyruqni imzolab, tanishganingizni tasdiqlaysiz. Agar xodim buyruqni imzolashdan bosh tortsa, guvohlar ishtirokida dalolatnoma tuziladi. Buyruq nusxasi pochta va elektron tarzda yuboriladi. Baribir xodim rasmiy xabardor qilinadi. Intizomiy jazo qo'llangandan so'ng odatda u 1 yil davomida amal qiladi. Agar shu davr ichida yangi qoidabuzarlik sodir etilmasa, jazo o'z kuchini yo'qotadi. Lekin 1 yil mobaynida yana qayta qoidani buzsangiz, avvalgi mavjud hayfsaningiz yoki jarimangiz yangi jazoni og'irlashtiruvchi holat bo'lishi mumkin. Intizomiy jazo qoidabuzarlik aniqlangandan keyin 1 oy ichida qo'llanilishi shart. Keling, endi shu qoidalar asosida siz qanday harakat qilishingiz to'g'risida to'xtalamiz. Eng asosiysi, mehnat intizomiga rioya qilishga shaxsan mas'ulsiz. Ya'ni imkon qadar kechikmaslik yoki ishga vaqtida yetib kelish bu sizning oddiy burchingiz hisoblanadi. Albatta, har xil favqulodda holatlar bo'lib turishi mumkin. Masalan, yo'lda avtotransport muammo bo'lishi yoki sog'ligingizda qanaqadir muammoli vaziyatlar kelib chiqishi mumkin. Bunday holatda siz rahbaringizni yoki inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish departamentiga murojaat qilishingiz kerak. Agar ishga umuman kela olmasangiz, bu haqda albatta shu kunning o'zida xabar bering. Uzrli sababli bo'lsa, masalan, kasallik tufayli ishga chiqmasangiz, albatta kasallik varaqasi, ya'ni mehnatga layoqatsizlik varaqasi ochtirib, rasmiy tasdiq olishingiz shart. Ish joyini tark etish masalasiga ham to'xtalaylik. Ish vaqtida ruxsat etilgan tanaffus paytida, ya'ni tushlik vaqtida binodan chiqishga ruxsat etiladi. Agar boshqa zarurat tufayli binodan chiqishingiz kerak bo'lsa, albatta rahbaringizdan ruxsat so'rang. Aks holda siz ish joyini ruxsatsiz tark etgan hisoblanasiz. Face ID turniketidan foydalanishga ham hushyor bo'ling. Har safar kirib chiqqanda ekran yuzingizni taniganini tekshiring. Agar texnik nosozlik bo'lib tasdiqlanmasa, darhol qo'riqchi xodim yoki inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish departamentiga murojaat qiling. Xullas, mehnat intizomini buzmaslikning eng yaxshi usuli bu qoidalarni bilish va ularga amal qilishdir.